Assalomu alaykum. Hurmatli tumandoshlar, mana bugun 26-yilning 3-aprel kuni tumanimiz hokimi Begzod Nuriddinovichning tashabbuslari bilan hurmatli yurtboshimiz prezidentimiz Shavkat Miromonovichning topshiriqlariga asosan tumanimizdan 150 nafar mehnat faxriylarini, tumanda xizmati singan oqsoqollarni yig'ib tuman bosh imom xatibi Narzo domlamiz boshchiligida hamda tuman oqsoqollar kengashi raisi Tolib aka Qodirov boshchiliklarida bizlarni Imom Buxoriy majmuasiga ziyoratga olib keldilar. Biz bugun oqsoqollar, tumanimiz faxriylari, ana shu bugungi tumanimizning hokimini tashabbuslari bilan tashkil etilgan tadbirdan g'oyat mamnunmiz. Juda xursand bo'ldik. Haqiqatda ta'rifga arziguli majmua bo'lgan. Ko'zimiz bilan ko'rdik, quvondik. Haqiqatda aytganlaridek 7 mo'jizadan biri shu maskanda joygan ekan. Ana 5000 kishi namoz o'qiyotgan namozxona, masjidlarga kirib namozlarimizni o'qidik, shukronalar qildik. Tumanimiz xalqi haqida, tumanimiz rahbarlari haqlariga duoyi xayrlar qildik. Ana haqiqatda bu majmua Toj Mahaldan keyin 2-o'ringa turadi deb ta'rif beryaptilar. Biz bunga guvoh bo'ldik. Haqiqatdan Boburiylar Hindistonga borib Toj Mahalda qurgan bo'lsalar, ana o'zimizni hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2-Toj Mahalda Imom Buxoriy ziyoratgohlariga qurib, xalqimizni xizmatiga topshirdilar. Biz oqsoqollar shu prezidentimizni olib borayotgan dono ishlaridan, siyosatlaridan mamnunmiz, g'ururlandik, bugun kelib faxrlandik. Ilohim shu tumanimizdagi hamma xalq kelib bir marta emas, ko'p marta kelib shu joylarni ziyorat qilish baxtiga muyassar bo'lsin. Imom Buxoriy bobomizni ruhlari shod bo'lsin. Alloh taolo qilayotgan barcha xayrli ishlarimizni barakasini bersin. Tumanimizda g'alla planlari, paxta planlari oshkor bilan bajarilib, planlar to'lganda yana fermerlar bilan ham she'rlarga kelish baxtiga muyassar bo'laylik. Rahmat.